2 yil ichida Haval O'zbekistonda yetakchi brendlaridan biriga aylandi. Savdolar 247% ga oshdi. Dilerlik tarmog'i esa butun mamlakat bo'ylab 20 tagacha kengaydi. Bugun Havel 2 karra bayramni nishonlamoqda. Birinchisi bu Havelning O'zbekistondagi tug'ilgan kuni, ikkinchisi esa Sergelidagi yangi dilerlik markazi ochilishi. Bu shunchaki avtosalon emas, bu Havel falsafasining ifodasi, texnologiyalar, ishonchlik va doimiy harakat. Mehmonlar H6, H9 va Dargo modellari bilan test drive o'tkazishdi. Ularning har biri qudrat, qulaylik va innovatsiyani mujassam etadi. Tadbirda alohida e'tibor Havel Jolion modeliga qaratildi. Bu O'zbekistonda sotilgan 10 mingchi Havel avtomobili. Bu barqaror o'sish va mijozlar ishonchining natijasi. Havel bu faqat avtomobillar emas, balki kuchli hamjamiyat, maqsadli jamoa va g'alaba ruhini bo'lishuvchi hamkorlar. Shulardan biri O'zbekiston boks federatsiyasi. Brend elchisi sifatida boksdan jahon chempioni Isroil Madrimov tanlandi. U Havelning kuch va yuksaklik sari intilish ramzidir. Tadbirda Havel brendining O'zbekistondagi direktori Dmitriy Sisoyev kelgusidagi reja va rivojlanish yo'nalishi haqida so'zlab berdi. Kelayotgan yilda yangiliklar juda ko'p bo'ladi. Model qatorini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Shu jumladan yangi energiya manbalarida ishlaydigan avtomobillar. Bunday avtomobillarga talab ortib bormoqda va biz zamon bilan hamnafas bo'lishga harakat qilmoqdamiz. Mahalliy ishlab chiqarishni ham rivojlantiramiz, showroomlarni ko'paytiramiz va boshqa ko'plab o'zgarishlar rejada bor. Agar siz ham ushbu tarixni qismi bo'lishni va Havel avtomobillari bilan yaqinroq tanishishni istasangiz, barcha kerakli ma'lumotlar ekranda chiqadi. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.